xalq arasida etudlar bilan tanilgan dаңlıq artist Adil Mejitning o'tgan oyda Xitoy soqchilari tarafidan tutib ketilganligi va oz deganda 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi haqida gap so'zlar tarqalgan bo'lsa-mu, lekin Adil Mejitning Turkiyadagi oilasi bu haqda hech qanday uchurga erishalmaganligini bildirgan edi. Xitoy hukumatining rasmiy ommaviy taratquv hisobi bo'lgan Xitoy haqiqatlari nomli Twitter hisobida e'lon qilgan Adil Mejit sababsiz tutildi degan so'zlar yolg'on. Adil Mejit Xitoy doiralariga xabar qilmasin, xatarlik diniy faoliyatlarga qatnashgan. Dаңlıq bo'lishi Xitoydagi diniy faoliyatlarga doir qonunlarga xiloflik qilsa bo'ladi deganlik bo'lmaydi. Mazmundagi yo'llanma orqali Adil Mejitning tutilganligi jazmlashtirildi. Ülke Ocakları Teşkilatı, Taşköprü Şöbesi Şərqi Türkistan xalqının müstaqilligini qollash, ularning yolg'iz emasligini ko'rsatish maqsadida Cumhuriyet meydanında yürüyüş faoliyati o'tkazdi. Yürüyüş faoliyati xalqning diqqat e'tiborini qo'zg'agan bo'lib, nurg'un kishi qatnashdi. Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning yuqori darajalik harbiy amaldorlar bilan o'tkazgan yig'inda Xitoy armiyasining jiddiy holatga taqobil turish engini kuchaytirishni va jangga tayyor turish uchun qilish kerak bo'lgan barliq ishlarni qilishini aytdi. Janubiy Xitoy dengizidagi talash tortishlar, Amerika bilan bo'lgan savdo urushi va Tayvanning o'rni masalasi qatorliqlarda vaziyat jiddiylashayotgan paytda Xitoyning armiyani kuchlantirish tirishchanligi diqqat tortdi. Kırmızıdan keyin diniy erkinlik barg'ansiri ishayotgan O'zbekistonda o'tgan yil 13 yangi masjid ochilganligi bildirildi. O'zbekiston musulmonlar idorasining bayonotiga asoslanganda 2018-yili davlat miqyosida 13 masjid yangidan ochildi. 39 masjidning qurilishi davomlashmoqda. Shuning bilan birga yuzdak masjid remont qilindi. Avstraliyaning Melbourne shahrida ko'chmanlarga qarshi oshqon o'ngchilar bilan ko'chmanlarning qo'llovchilar robiro kelgan namoyishda 5 kishi qo'lga olindi. Viktoriyada soqchilarning bexatarlik tadbirlari ostida o'tkazilgan namoyishda musofirlar xush keldinglar, irqchilikqa qarshi turaylik degan shiorlar to'landi.